1 million 400 ming so'm pilsiz oladi. Magna brend asosida ishlab chiqarilgan 1 million 400 ming, 700 minggacha edi. Undan keyin 50% chegirmasida 700 ming so'm. 1 million 200 ming so'm pilsiz, narxi 600 minggacha. Texnomer degan pilsizimiz. Bu bir varianti. Ana undan keyin pilsizlarimiz narxi mana buniki 1 million 100 ming so'm, bu 550 mingdan oladi pilsizni. 50% skidkada qo'yib beramiz, jo'ra. 500 ming ekanda, zo'ra shunda. Aytsam, men sana aytdim-ku, yengilgacha hammani pilsizlaymiz, jo'ra. Turib qo'yding-ku. Aksiyasini qachongacha amal etadi? Bugun amal etib turib, ertaga qochib berataver emasmi? Yo'q. Qara, hozir bugun misol qachatonaman jo'ra. Bo'ldi, ayting. Ost-ust ikki biroq yanadi. Ayollarimiz mos varianti. Spichka bormi? Bosgan vaqtingda o'zi avtomatik yanami? Bir uchgan o'zingda. To'lisan o'zi avtomatik. Bo'ldi, tamom. Chaqildab yanaveradi. Demak, bu aytib turgan gazlarning hammasi xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi, ichida bo'ladi. Ustunlik ham ichida bo'ladi. Qancha qaniysan? Shuni ko'rsat. Kansanimiz 12 lik kansani bo'ladi. 6 lik kansani mana pastda turibdi. Mana tashqari jo'ra mana qara. Bir dona shu televizordan qo'shib beramiz. Qisqa avtomat kirmashin qo'shib beramiz. Avtomat kirmashin qo'shamiz. Bir dona shivaki gaz plitamiz ham bor, 4 ko'z gaz, duxovkasi ost-usti gaz yanadi. Bir dona kansan oladi. Narxi misol 3,5 million narsadan, 3 million narsadan, 4 million narsadan, 5 million narsadan farqi yo'q. Ana shu gaz plitamizni bonus etib beramiz. 100lik. Germanskiy brend bo'ladi. O'zingni ko'raman degan televizorda mana men yonimda men ham kichkinagina bo'lib qolaman, bemalol ichine kirib, o'zing yuraversang ham bo'laveradi. Aytamiz, qara, hozir bizlarda Zifler televizor mana 100likmi, ha? Ava. Buni jo'ra nu qo'shib bersak bo'ladi. Jo'ra buni mototsikl qo'shib beraveramizmi ya bunga? Hech narsa qo'shma. Men deyapman. Jo'ra 1 million 449 mingga qo'yib beramiz, jo'ra. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 4-dekabr kuni 2025-yil. Xudo xolasa sizlarga hozir Aminov texnika markazining Puskaydagi filialida maishiy texnikalarni sizlarga narx-navosi bilan nu narsalar qo'shib beradigan, nu narsalarni sizlarga oqsa qo'yib beradigan batafsil tushuntirib o'tamiz. Qaranglar, bu videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rab qolamiz. Sizlarga uchun deganda zo'r skidlarni qo'yib beramiz. Xudo xolasa avtomat kermashinlarimiz, konsaynlarimiz, gaz plitalarimiz, xonaliklarimiz hamma maishiy texnikalarga bomba skidga qo'yib beramiz. Avtomatlarimizga aynan sovg'alar dahshat bo'ladi. Endi to'yana degan skidkani qo'yib beramiz. Bilaman, yengilgacha 2026 gacha hamma toza yilga o'tmasdan bolasini uylantiradi yoki qizini sotadi. Maishiy texnikani nerdan olsam bo'ladi, nerda skidga o'tiribdi deb yurgan klientlarimizga xudo xolasa zo'r skidga qo'yib beramiz. Qanday ketdik unda? Avtomat kirmashinlardan boshlaymiz. Kelamizga. Avtomat kirmashinlarimizda bizlarda 6 kilovatdan boshlanadi. 7, 8, 9, 10 kilogacha avtomat kirmashinlarimizni skidga qo'yganmiz. Qani bir chetdan tushuntirib o'tamiz, ukajon qara. LG avtomat kirmashinlarimiz, Volmer kompaniyaniki, Brando kompaniyaniki, Zifler kompaniyaniki brenddan umuman muammo yo'q. Avtomatlarimiz ham sonundan ham muammo yo'q. Qaranglar, sizlarga avtomat kirmashinlarga nu sovg'alar qo'shib beriladi. Narxi necha so'm ekanini bir sizlarga aytib o'tamiz. Qani uka, kirmashinlarimizga 12 dona sovg'a qo'shib beramiz. Sovg'alarni qarang, pilsos, mikronovkasi, mont qozoni, ichida so'k chiqaradigan termoponti, chaynigi, tifoli, feni, pechkasi, blenderi, o'tik postavkasini tekinga qo'shib beramiz. Hammasini. Bayani qo'shamiz. Bir minut, jo'ra, video olib turingmi? Video olib turgan bo'lsang, shu hammasini bir dona avtomat kirmashinga qo'shib berasan? Bir avtomat oladi, 12 dona sovg'asini tekinga qo'shib beramiz, jo'ra. 12 dona sovg'a. Qaysi avtomatga? Farqi yo'q, jo'ra. Qara, avtomatdan ham pulni aytib o'ting. Avtomat kirmashinimiz eng arzoni bizlarda 2 million 500 mingdan boshlanadi. Bir 6 kilolik avtomat kirmashin oladi. Ana shu ko'rib sovg'ani hammasi tekinga qo'shib beramiz. Faqat bizlarga podpisatsiya bosib turib, 12 xil podarkaga bir avtomat olsa 12 xil podarka oladi. Qo'shib beramiz tekinga. Jo'ra, qo'shib berazaman, kelgandan keyin monoda ko'rsatib turib, monoda tavsiya etib, boshqalashib bo'lmaymi? 6 kilolik avtomat kirmashin bo'ladi. Kompaniyasi Immer Zifler Bench kompaniyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Narxi 2 million 500 ming so'm. Bo'ldi, tamom. Bu boshlang'ich narxi. Bizda 7, 8, 9, 10 kilogacha amal etadi. Kelib turib olsalar bo'ladi. Olsalar bo'ladi. Hozir men bir narsaga ko'zim tushdi. 6 million 800 ming so'm 8 kilolik 2 dona oynali avtomat kirmashin ekan. Avtomat kirmashin. Shuni bir chegirma etib ber. Aynan bo'lsa shu xalqimiz uchun bo'lsin. Ana shu 6 million 800 ming so'mni bir plus bir aksiyasida qo'yib bera olasanmi bizga? Undan bo'laveradi, jo'ra. Mana bunda. Agar meni uyimda misol avtomat kirmashin olacaqman uyga, lekin qizlar qo'shgan emasman. Bu sovg'alar hammasi uyda bor desa, qara. 6 million 800 ming so'm avtomat kirmashinning puli, 50% skidga narxincha so'm. 3 million 400 ming so'm. Endi qiziq yana eshit. Bir dona mendan telefon qo'shib beraman, jo'ra. Bir dona telefon. Bir telefon qo'shib beraman. Ya'ni, knoboshni emasmi hozir? Yo'q, knoboshni emas. Sensor bo'lsa hisoblaygan. Bir telefon bonus 1,5 million so'm. 1,5 million so'mlik bir telefon. Skidga tushiramiz. Undan keyin bir telefon bonusini qo'shib beramiz. 3 million 400 ming so'm. Ustanovkasi ichida bo'ladi, olib borib qo'yib joylashtirib beramiz. Aniq. 100% jo'ra. Undan keyin sovg'alari jo'ra bizlarda 12 dona sovg'asini ham tekinga qo'shib beramiz. Qara lekin, prosta hozir aytib o'tirganim,
Mana shuncha xalqni ovora etib, bu YouTube'ga chiqqanga yarasha kelgandan keyin buni sotish kerak lekin. Jo'ra, xudo xolasa, kelsalar klientlarimiz shu Bo'ldi. kira mashina Yana nu yangilik bor. Aynan Yangiliklarimiz xalqimiz uchun men motosikl sotaman, masalan, sen bitoy sotasan. Mening klientlarim sendan vaj oladi, sening klientlaring mendan ham vaj oladi. Men ham senga shunday yo'l usti bir hamroh bo'lib ketaveraman. Bu bir chetdan tushuntiramiz. Avtomat kira mashinalarimizni mana ko'rdi. Endi biz hozir hammasini tushuntirib chiqamiz desak, kino bo'lib ketadi. Kino bo'lib ketadi bu. Ustunda joyinda skidkalarimiz aytib o'tib. Demak, bizlarda 6 kiloluk, 7 kiloluk, 8 kiloluk avtomatlarimizda 12 xil podarka yoki-da 50% gacha bo'lgan chegirmalarimiz bor. Bor, muammo yo'q. Endi Bo'ldi. xolasa 12 dana sovg'a oladi. Ayrim avtomatlarimizga 50% skidka ham qo'yib qo'yamiz. Ayrim Farqi avtomatlar. keladi. Endi uning ustida bir telefon ham, men aytib o'tganimizdek. Tamam. Endi bizda 50% skidkalar ham bor. Qara, endi gaz plitani ko'ramiz. Jo'razan. Gaz plitasimi? Gaz plitaning puli, jo'ra pulidim qiziq, qara. Arzonni aytur. 1 million 699 ming gaz plita oladi. Ya, g'ay, jo'ra. Eshitib, 1 million 699 ming gaz plita oladi, qara. Bir dona mont qozoni, bir dona pichoq nabori, bir dona ko'kmora tovosi, bir dona chaynigi, bir dona termovonta tekinga 5 dona sovg'a. Shuning ichida. Shuning ichida jo'ra. Oni qo'shib berasizmi? 100% qo'shamiz. Keladi, pulni to'laydi, oladi, bo'ldi. Podarkani o'zi bilan berib beramiz. Dostavkasi gaz plita olib borib beradi. yoki o'zim olaman desa berib beramiz. Xo'p, endi bu qanday? Bu hammani qiynayotgan narsa. Birovning masalan 1 million 699 ming pul yo'q. Unda 1 million so'm pul bor. Ha, 699 ni nechaytamiz axir? Uni 2 oyga yo 3 oyga o'zlarimizdan bo'lib to'lashga beramiz. Foiz bo'lmaydi. Foiz bo'lmaydi. Umuman foiz bo'lmaydi. Bir oydan 3 oygacha bemalol bo'lib to'lashga beramiz. Muammo yo'q. O'zlarimizdan bo'lib to'lashga beramiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, men o'zim motosikl sotaman, do'stim bizlarda bitoy texnika sotadi. Ko'rib turganingizdek, 1 million 699 ming so'mlik gaz plitamizga bir dona mont qozoni, bir dona termopoti, bir dona chaynigi, bir dona pichog'i, bir dona ko'kmora qozonni tekinga qo'shib beramiz. Endi 1 million so'm to'lovini qilib turib, qolgan pulini 3 oy mobaynida foizsiz bo'lib to'lasanizlar ham bo'ladi ekan. Jo'ra yana qanday yangiliklar bor bizlar uchun? Aynan. Ham zo'ri bor. Kel jo'ra. Bu yerda endi duxovkalarimiz ham bor. Duxovkalarimiz narxlari, endi bularni aytib o'tdik. Kimga qiziq bo'lishi mumkin. Narxi 400 ming so'mdan, narxi 1 million 200 minggacha bor. Jo'ra buni maydalashib o'tirmayman. Ana shu turgan duxovkalaringning hammasini shu yerda yoqqanni 700 ming so'm, 600 ming so'mdan berib bilasizmi? Beraveramiz, jo'ra, kelishib. Unda jo'ra, mana YouTube'da ol, qara. Bo'lsa chista realniy bo'lsin. Ana shu bir qator. Men narxini chasim mana 1 million 100 ming, 1 million 200 ming, 500 ming, 1 million 600 ming so'mgacha bo'lgan duxovka bor. Tanlaysiz 600 ham emas, 700 ham emas. 650 ming so'mdan kelib turib aytib ko'rasizlar. Muammo yo'q. Bir qator duxovka. Yaqqandan olaverasiz. 650 ming so'mdan aksiyada. Zo'ri bor, ki. Xudo xolasa jo'ra, yengilgacha bor-ku. Hammani pilsusli etamiz jo'ra. Yangi yil aksiyasi. Pilsusli etamiz, bo'lg'ani. Mana Tamam. qara. Ayt. 50%, 50%, 50%, 50%. Endi qara, pilsosni bizlardan keladi, qara. Uka, narxini ham ko'rsatdikki, ana narx qimmat yoki arzon deb turmasin, mana. 1 million 400 ming so'm pilsos oladi. Magna brend asosida ishlab chiqarilgan 1 million 400 ming, 700 minggacha edi. Undan keyin 50% chegirmasida 700 ming so'm. 1 million 200 ming so'm pilsos, narxi 600 minggacha. Texno bergan pilsosimiz. Bu bir varianti. Ana undan keyin pilsoslarimiz narxi mana buniki 1 million 100 ming so'm, bu 550 mingdan oladi pilsosni. 50% skidkada qo'yib beramiz, jo'ra. 500 ming ekanda. Zo'ra shunda. Aytsam, men sana aytdim-ku, yengilgacha hammani pilsosli etamiz, jo'ra. Pelisos. Yana qanday chegirmalar bor? Bankalisi, xaltalisi, farqi yo'q. Ham banka, ham xalta ketaveradi. hammasida 50% chegirma bor. Keladi, tanlaydi 50% chegirma. Skidkada bonus etib beramiz, jo'ra. To'g'ri aytding lekin. Yarim pul to'lab ketaveradi, muammo yo'q. Yarim pul to'lab ketaveradi. Muammo yo'q. Kelakli pilosos ko'p-pa bizlarda? Mana jo'ra, yili bu shurda turgani, bizlar hozir bundan 200 dona, 200 dona, 400 dona oldirganmiz. Yili buning bizlardan hozir 60-70% ketdi. Pilsosdan muammo yo'q, keladi. Birovni to'lasa, birovni qo'shib beraman, yoki-da biri umuman olmasa 50% pulni qaytib beraveramiz. Muammo yo'q. Bo'ldi, tamam. Unda demak, hurmatli kuzatuvchilarimiz, pilisoslarimizda ham aynan 50% chegirma bo'lib turibdi ekan. Bemalol bo'lib kelib turib, Amir Moto markazi, Amir Texnika markazining chegirmalaridan unumli foydalanib qolasizlar degan umiddamiz. Bir yangilik aytib o'tamiz. Bizlarda 6 ko'zli gaz plitamiz bor. Ideal kompaniyasi ishlab chiqargan. Yaqinroq aytki, u to'shni originali bu. Ortel kompaniyasi ishlab chiqargan 2 ko'z to'q, 4 ko'z gaz bo'ladi. Narxini qara. 4 ko'zli gazning narxidan 3 million 999 ming so'm. Podarkani. Podarkasi ham, yana ko'rgan podarka bor jo'ra. 5 dona sovg'a. 5 dona podarkasi bilan 3 million 999 ming so'mga olib ketadi. Ektet, olib borib beramiz jo'ra. Endi lekin jo'ra buni yopishtirib qo'yding-ku. Aksiyasini qachongacha amal etadi? Bugun amal etib turib, ertaga qochib berataver emasmi? Yo'q, jo'ra qochib berataver emas. Eshit. Hozir 3 million 999 ming oladi. Yana 5 dona sovg'a. 5 dona podarkasini ham qo'shib berasan. Xolasa tabiiy gazga, xolasa proponga moslab beramiz. Bola olib borib taxlab beradi. Endi eshit.
undan keyin dastavkasi ham ichida bo'ladi. Ava. Asosiy duxovkasi osti-usti ikkovi biroqda yanadi. Ayollarimiz Bularda mos varianti. Spichka bormi? Bosgan vaqtida o'zi avtomatik yanami? Bir uchgan o'zida. To'lisan o'zi avtomatik. Bo'ldi, tamom. Chaqildab yanaveradi. Demak, bu aytib turgan gazlarning hammasi xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi. Manfaatli bo'ladi. 1.699 ming so'm, 3.999 ming so'm. Uqon gazlar. Tak, pelyuslarimiz 50% chegirmaga tushgan, kirmashlarimiz ham 10% dan 50% gacha chegirmada. Endi konditsioner tushuntir bizlarga. Yur ko'ramiz, qachonki. Jo'ra lekin konditsioner hozir bilasan, ko'pchilik odam uyida gaz yo'q. Bu gaz yo'q bo'lganning sababini o'zi gaz yo'qligi bir azob. Konditsionerni sendan kelib turib 12 lik 10 millionga ketadigan bo'lsa bo'lmaydi lekin. Yo'q, uni mintimiz Jo'ra qara. Eng arzon konditsioner necha so'm? 3 million so'm Jo'ra. 3 million Undan so'm. arzonroq yo'qmi? Bor. 3 milliondan yana arzon etib bersak bo'ladi, 200 ming so'm yana skidka etib beraman. 2 million 800 ming so'mga ustonovkasi ham ichida bo'ladi. Ustonovkasi ham ichida bo'ladi. Qancha konditsioner? Shuni ko'rsat. Konditsionerimiz 12 lik konditsioner bo'ladi. 6 yil konditsioner, mana pastda turibdi. Bilan. Undan tashqari Jo'ra mana qara. Bir dona shu televizorni qo'shib beradi, Jo'ra bo'lsa. 2 million 800 ga. 2 million 800 ming so'm mana buni televizorni qo'shib beraman, Jo'ra. Smart TV. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, lekin Jo'ram lekin to'shinyardi. 12 lik, 9 lik, 7 lik konditsioner emas, Ortigan kompaniyasida ishlab chiqarilgan kam to'qda ishlash xususiyatiga ega bir dona 40 lik smart televizorni qo'shib olasiz. 2 million 800 ming so'm bir dona 40 lik smart televizor bilan endi qara. bemalol ketib turib savdo etaverasizlar. 2 million 800 lik bu arzon variantini televizor ham qo'ydi, ha. Endi boshqa variantlar ham bor-da. Bizda 12 lik konseylar ovoni olaman, Avalon, Volmen. Mana qara. Bir dona 43 lik televizorni ham qo'shib beramiz. Bonsuni. Undan keyin 50 lik televizor ham qo'shib beramiz. Va 55 lik ham bor. U yo'q, 55 lik televizor qo'shib beramiz. Televizorlarimiz original televizor, Android smart bo'ladi, ekran zachtasi bor, zo'r televizordan biri. Undan keyin yana o'ka. Eng qizig'i bormi? Bu quti emas, ichida televizor bor buni. 8 qilq avtomat kirmashina ham qo'shib beramiz. Birdan 12 lik konsey oladi. Bir dona 8 qilq avtomat kirmashina qo'shib beramiz. Avtomat kirmashina qo'shamiz. Bir dona shivaki gaz plitamiz ham bor, 4 ko'z gaz, duxovkasi osti-usti gazlanadi. Bir dona konsey oladi. Narxi misol 3,5 million narsadan, 3 million narsadan, 4 million narsadan, 5 million narsadan farqi yo'q. Ana shu gaz plitamizni bonus etib beramiz. Tekinga. Tekinga. Ustonovkasi ham ichida. Qaysi konditsionerlarga amal etadi? Farqi yo'q. 12 lik konsey. 12 lik konditsionerni istalgan birsini amal etadi. Tamam, 12 lik olsa bo'ldi. Bir dona konsey, bir dona avtomat kirmashina. Bir dona avtomat kirmashina to'g'rimi? Ko'rib turganlaringizdan konditsionerlarimizdan ham katta chegirma bo'lib turibdi. 40 lik, 43 lik, 50 lik, 55 lik bir dona avtomat, bir dona gaz plita qo'shib olish imkoniyatlari aynan Aminov texnika markazida mavjud bo'lib turibdi. Bilasizlar, hozir eldimiz yangi yil, bizlarning oliy maqsadimiz hammani xursand qilish. Ya, mikronovkani ham qo'ydingizlar. Jo'ra, shunda turib. Qani kelamiz. Boshqa nimaga qaradi? Endi Jo'ra undamiz. Mikronovka ham qo'yib berdik. Mikronovkalar qishdan kunida klientlarimizga ko'p kerak bo'ladi. 1 2 3 4 5 10 dona. Kechdagi ovqatni ertang ozonda yeydiganlar ham bor. Misolda, obishni misol kechda misol so'msa pishirsa, monti pishirsa, ertang ozonga bir tovoq, yarim tovoq qolsa, mikronovkada qizdirib oladi. Shuning uchun xalqimizga mikronovkani skidka etib beramiz. Necha so'm skidka etib berasiz? Qara, Jo'ra o'zi narxi 2 million so'm bo'lgan. 50% skidkani narxini 1 million so'm etib beramiz. Yo'q, Jo'ra, qara, 1 million so'm, xo'p tushundim. Men tushunaman. Lekin 1 million so'mga boshqa yerdan ham taklif bor Jo'ra. U 1 million so'm degani o chegirma emas, 50%, 70-60% bo'lsin, yo 70% bo'lsin. Qara, 2 million emas, narxini undan 1 million 400 ming etib beraman, ha? 50% skidkada 700 ming so'm bo'ladi. 700 ming so'mga tushirib berasiz. 700 mingga tushirib beramiz. Endi lekin yana bir yer bor. Qara, bu mikronovkamiz 17 litr, 20 litr emas-da. Necha litrlik? Kelamiz, ko'rsatamiz buni. Okey, qara. Bu mikronovkam 3 yil garantiyasi bor. Emaillat mikronovkamiz original mikronovka bo'ladi. Litri 25 litr bo'ladi, Jo'ra. 25 litr 700 ming so'm bo'ladi, to'g'rimi? Agar bizlarni ko'rib kelayotgan obunachilarimiz yo podpisini bosib qo'yganlar bo'ladigan bo'lsa, 650 ming so'm etib bersak ham to'g'ri kelaveradi. Ammo bizga dehqonchilik qo'zora. Eziti yursin klientlarimiz. 650 ming so'mdan mikronovkamiz tayin. Farqi yo'q. Soni cheksiz. 10 dona, 5 dona, 20 dona, 30 dona farqi yo'q. Skladda bir 2000 dona bor bundan. Bor, beraveramiz. Muammosi yo'q. So'ng Jo'ra eng shov-shuvli yeri bor. Ana shu televizorda men o'zim ko'zim qizaribdi. Ana shu yaqinda gaplashik. Qani. Bu Zifler televizorimiz bo'ladi. 100lik. Germanskiy brend bo'ladi. O'zingni ko'raman degan televizorda mana men yonimda men ham kichkinagina bo'lib qolaman, bemalol ichine kirib, o'zing yuraversang ham bo'laveradi. Qara, hozir bizlarda Zifler televizor mana 100likmi, ha? Ava. Bunga Jo'ra nu qo'shib bersak bo'ladi. Jo'ra buni mototsikl qo'shib beraveramizmi yo bunga? Hech narsa qo'shma. Buni Jo'ra bunday televizorda oladigan odamga qo'shib bersang qiziq emas. Necha so'mga berishingni ayt. Pulni? Ava. Bo'ldi, undan mintamiz. Kir kalkulyatorga kirib ko'rib aytaver Jo'ra. Tushundim seni men. Mana hozir aytaman. Kalkulyatorga kirib ko'rib aytaver. Men ham shungacha kalkulyatorga kirib turib hisoblayman. Bo'ldi. Lekin Jo'ra manfaatli bo'lsa ayt uni. Manfaatsiz bo'lsa aytib o'tirma. Liboja narxini so'rab ko'rasiz. Xorazm territoriyasida yo'g'on bu televizor Jo'ra. Narxini 22 million so'm etib beramiz. 100lik televizor bo'ladi.
Jo'ra, menga qara, men ko'nglimdagi narxdan ham arzon aytdim. 22 million so'm aytib 22 million 800 ming so'm o'zining tan narxi o'zi realni 22 million so'mga shtirpilga aynan sizlarni 100 dyumlik televizorimiz kutib turibdi. Olasizlar, prosta ko'rib o'tirsanizlar bo'ladi. Sütü o'chib qolgandan keyin bir 5 soatlik ko'rsatish xususiyatidan egada bu televizor. Uyda sütü o'chsa ham 5 soat ko'rsatadi. Shu yerda televizorlarni skidga qo'yib beramiz, qaranglar. Mana televizorimiz Premier kompaniyasining ishlab chiqargan 43 lik televizorimiz bo'ladi. Yili televizor zo'ramizga o'tamiz. Buning puli necha so'm deb o'ylaysan? O'zi eng arzon joyida 2300 mingdan 2400 mingga sotib turibdi. Eng arzon joyida. Hozir sen shunda bizga 1,5 ga qo'yib beraman deyapsanmi? 1 million 449 mingga qo'yib beramiz, jo'ra. 1 million 449 mingga qo'yib beramiz, jo'ra. Bo'ldi, tamam. Shunda 1,5 ga ham yetmaydi, to'g'rimi? 1 million 449 ming so'm. 43 lik televizorimiz, smart bo'ladi, YouTube 4K hamma narsasi ichida bo'ladi. Hammasi ichida bo'ladi. Ofitsialniy garantiyasi bor. 1 million 449 ming so'mga kelib turib, bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Yana u yangilik bor bizlarga. Kelamiz, jo'ra, bu yoqqa televizorga kelaveramiz, ki. Jo'ra qara, bizlardan bunda klientlarimizga arzimasidan ham televizor narxini tushirgandan keyin ham sovg'a qo'shib beramiz. Misolkasi, mikrofonlokasi, pilisosi, cherak pilisosi, bu ichida yomon zo'r pilsosdir. Ichida keyin bir dona duxovkasi, qaranglar. Bu bizga prosta klient bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Qo'shib beramiz. Obuna bo'lgan bo'lsa, bizga like bosib, kommentariya yozib, obuna bo'lib kelsa, bizlarda bonuslar bor. Bonuslar bor. Qaranglar, endi televizor narxini tushuntirib o'tamiz. Balanddagi 1 o'nlik televizorlar, buning yana tushuntirganda jo'ra Smart, Android hamma narsasi bor variantini 1 million 449 mingga qo'yib berganmiz. Shunda 1 million 450 ming so'mdan bo'ladi. Hammasi ichida. Ana undan keyin jo'ra 81 lik televizorlarimiz bo'ladi. Narxi bizda 750 ming so'mdan bor. Smart hamma narsasi zakon. Smart bo'ladi, 5 smart emas. 750 ming so'm. Ana undan keyin jo'ra 50 lik televizorlarimiz bor. Pullari ulardagi 50 lik dyumdagi televizorlarimiz puli 2 million 350 ming so'mdan ham bor, jo'ra. 2 million 350 ming so'm. 2 million 350 ming. Tamam, jo'ra mana qara. Ortil ekan. Men masalan televizorga o'ta darajada yuqori tushmayman. 4 million 680 ming so'm mana o'zimda yozib turibdi. Necha so'm skid ketib berasan? Buni jo'ra 50% skid ketaveramiz buni. Bo'l, unda jo'ra 4 million 680 ming so'm, 2 million 340 ming so'm emas, 2 million 100 ming so'm etib qo'yib beraver. 43 lik televizor emas, bu 50 dyumlik varianti. 50 dyumlik televizor bo'ladi. 2 million 100 ming so'mga kelasizlar, mana aka. Ortil degan yozuv o'zimda turibdi, bilasizlar, sifatli televizor 2 million 100 ming so'mga. Xolasa, undan keyin 7 testilgan televizorimiz bor, Rosso, Toshiba, Lead ketaveradi, hammasidan bor. Hammasidan bor. Narxni arzon etib beramiz, kelishtirib, shikkanat qilib beramiz. Keyin 75 lik televizorlarimiz ham bor, 55 lik televizorlarimiz ham 3,5 milliondan boshlanadi. Ulardan narxlarni arzon zo'rnaqta qilib beramiz. 55 likning eng arzoni necha so'm? 3 million so'm jo'ra, eng arzoni. 3 million so'm turadi. Mana qara. Eng arzoni. 5 million 400 ming so'm ekan, jo'ra. Ana shuni ham 50% ga chegirmaga tushirib beraver. 5 million 400 mingami? Ava. Bo'ldi, mana ketdi, sen uchun tushirdim. Gurubi jo'ra 2 million 700 ming bo'ladi ekan. 55 lik degan jo'ra bu. 55 lik bu. 2 million 700 ming so'm bo'ladi. 2 million 2 million 100 ming so'm. Mo'm yo'q. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin aynan. O'zi bizlardan bu yerda video chiqarishimizdan va satishimizdan maqsad xalqqa foyda yetish o'zi. Bo'ldi. Undan keyin jo'ra xalqqa xizmat, xalqqa xizmat deydi jo'razan. Endi biz 65 lik televizorlarimiz ham aytdik. 65 lik televizorlarimiz ham Premier, Imer, Zifir, Rosso. Bularning pullarini ham arzon etib, narxni zo'r narx etib beramiz. Qara. Mana Premier televizorimiz narxi 7,5 million so'm bo'lgan. Skidga narxi jo'ra 5 million so'm. 5 million so'm etdi. 2,5 million so'm chegirma, bonus. 2,5 million so'm chegirmasi bor. Nechalik bu? 75 likmi, 65 likmi? 65 lik. 5 million so'm. 5 million so'm etib beraman. Yana ustunda ozgina kelishayotgan yeri bo'ladi baribir. Chunki Qaytamiz, mo'm. 5 degandan keyin 5 ga sota olmaysan. Ozgina ustunda kelishayotgan, qaytayotgan yerlari bor sizlar uchun. Eng muhimi dostavkasi, bir dona antennasi, orqasida kranshtingni hamma narsasi qo'shib beriladi. Bo'ladi. Tekinga qo'shib beramiz. Tekinga qo'shib beramiz. Olib borib ustunib ketib qo'yib ham beramiz, jo'ra. Ham tekin. Yana bir varianti bor, jo'ra. Uka, epki kamerani hamki bir televizor ko'rsatdik, bularga ana shu televizorimiz jo'ra 85 lik. Bu yana dim qimmat degan televizormi bu? OLED bu jo'ra, OLED. OLED degani bu. Bu yonboshdan qarasang jo'ra bu, mana testi qog'ozda bu, yonboshdan. Yaqinroq epki. Mana bu qog'oz televizorda bu. Qara, OLED degan shunday televizor bo'lish kerak-da. Undan keyin buning kolonkasi rezinka kolonkadan qo'yiladi, to'y sovsadan bo'ladi-da bunda. Buni shu rezor. Shunda medan top to'ysam bo'ladimi ekranda ko'taradi? Bo'ladi, ekran zasam bo'ladi. Endi undan tashqari jo'ra buning ichida har bir ichida megapikselni kichkinagina lampochkadan qo'yilganda, bu degani qanday? Demak, shu OLED ekran degani shu kichkina lampochkasi ayta oladi ekanda. Endi qara, bunday qara, ichida lampochka degan ichida megapikselli bor, ichida kichkina kadakchilar. Har birining detalni mikroskop bilan ko'rsa, ichida lampochka qo'yilgan. Aytchag'im, boshqa televizordan farqi, ichida buning gersi, megapikseli ko'p. Buni odamning betini ko'rsa bo'ladi, mikrobni ko'rsa bo'ladi televizorning o'zida. Tamam, narxi qancha so'm axir? Narxi jo'razam buniki, bu Xorazmda yo'q televizor lekin jo'ra bu.
Endi bo'lishi mumkin, bo'lsa ham kam joylarida bo'lishi mumkin. Bahasi zo'ra buniki 55 million so'm zo'ra bu. 55 million so'm. Skidga qo'yib beramiz. 45 million so'm. Endi mayli bu televizor. Yo'q, zo'ra, unda aytma. Aytib o'tdik. Endi o'lik televizorimiz zo'ra bu. Bu televizor boshqa yerlarda. Endi zo'ra bir odamlar bor, shunday havas yetib ko'rib turgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, axir salgina 45 million so'mga televizor olsam o'ng'aysiz-ku. Endi qarab turyapsiz. Mana zo'ra bunga. Bo, bir dona konsent qo'shib beraman zo'ra. 45 million so'mga tamom. Bir dona konsent. Bir dona konditsioner 12 ligidan, 9 lik, 8 lik, 7 lik emas, 12 lik konditsionerdan bir donasini qo'shib berasan. Endi aslında endi bu televizor ham endi shunchaki reklama chiqaradigan televizor emas. Shunday videosini qilib beraylik-da bu ham zo'ra. Endi tushunadigan odam bo'lsa olaveradi, chunki odam bo'lsa kelib ko'rib bu televizorning qanday ekanligini, mashhur ekanligini LG brendida ishlab chiqarilganmi? Sifati zo'r. 2025 da eng so'nggi paketlangan. Aytchaqim 45 million so'm bir konditsioneri bilan. kimdir ko'rsa, televizor olaman, Gurlanda bunday televizorlar bormagan deb bir odam bo'lsa, bizlarda borda zo'ra. Yuzlagan bor bizlarda. Haqiqat aytdim zo'ra. 22 million so'mga beramiz dedik quyizlik televizorni. Muammo emas. Undan keyin zo'ra xonaliklardan bir qator tushuntirib o'tdik. Xonaliklarimiz ham. Zo'ralik endi xolodilniklarga borib, chegirma etmasang bo'lmaydi. Do'malat 50 minutga hozir men xolodilniklarda o'sha vaqtda Makka mushab turasan sikkasida. Pastda mo'ykalarimiz ham bor. 12 odamlik, 10 odamlik, 15 odamlik. Bular ham narxlarini arzon etib. Puluncha so'm zo'ra? 5600 ming so'm. 5600 ming so'm zo'ra. Qimmat zo'ra. 5600 so'm. Endi ishtaha zo'ra. 5600 ming so'mdan bu zo'ra 30% skidka ketib beramiz-da. 50% yetib beraver ki yaqinroq olib keling. Do'malat 5600 ming so'm ekan, zo'ra o'zi narxi 2250 ming so'm bo'ladi ekan skidka bilan. 2800 ming so'm bo'ladi zo'ra. Bo'ldi zo'ra 2.800 ming so'm bo'laversa, 50% chegirmada bemalol xarid etsa bo'ladi. Endi xonaklarimizga skidka qo'yib beramiz, xudo xolasa. Endi podarkalarni hozir xonaklarga olib kelmadik, qaranglar. Xonaklarimizni bizda brenddan muammo yo'q. LG xonak olasizmi, Samsung xonak olasizmi, Bryusa, Zifir, Imer farqi yo'q. Hamma brendlardan bor. Baholar 2,5 milliondan boshlanadi. Keyin narxi bizda misol 15 milliongacha xonaklarimiz ham bor. Bunga qo'shib beradigan sovg'alarimizni qaranglar, og'zaki aytib o'tamiz. Avtomat kirmashin, gaz plita, undan keyin televizorimiz ham 50 lik televizor bo'ladi. 43 lik, 32 lik televizor qo'shib beramiz. 50 lik televizor qo'shib beramiz. Ana undan keyin xonaklarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana bizlarda Bryusa xonaklarimiz ham bor. Undan keyin misol qarab, Shivaki xonaklarimiz ham bor. Bu xonaklarimiz ham narxlar skidkaga turibdi. Har bir xonagimizdan narxlarimiz misol 2 million so'mgacha, 1,5 million so'mgacha narxini tushirganmiz. Dastavkasi ham ichida bo'ladi. Ana shu aytib o'tgan sovg'alarni hammasini tekinga qo'shib beramiz sizlarga. Avtomatdan ham ko'rsatib o'tsam bo'ladi. Aka, mana misol uka bir dona xonak oldi, Bryusani. Misol buning puli misol 7 million 500 ming so'm, uka. Mana 8 qol Volmer avtomat kirmashin 6,5 million so'm. Ana shuni men qo'shib beraman-da, uka, klientlarimizga. Bonus deb qo'shib beraveramiz, muammosi yo'q. Xonakning o'zi puli 2,5-3 millionga tushib qolaveradi. Ana endi uka, razmeri kichkina xonak olaman deb yurganlar bo'lsa, mana, uka ko'rsatamiz. Zifir brend asosida ishlab chiqqan xonagimizning narxi avval 4,5 million, 4 million, 3 million 800 dan sotilgan bo'lsa, hozirda narxi uka 2 million 600 mingga tushgan. Xonaklarimizda mana pozitsiya xonaklarimiz bor, rossiyskiy. Narxini 2 million 200 ming so'm, 2 milliongacha tushirib beraveramiz. Dastavkasi ichida olib borib ustanib ketib beramiz. Garantiyasi 3 yil bo'ladi. Xonaklarimiz assortimentidan muammo yo'q. Bizda LG xonaklarimiz, Hitachi xonaklarimiz, Samsung xonaklarimiz hamma modellardan bor. Gaz plitalarimiz ham mana uka bir xadar ko'rsatib, gazlarimiz ham modellar juda ham ko'p. Qaranglar, bu videomiz kino bo'lib ketmasin. Ko'rdingizlar, bizlar sizlarga gaz plita, avtomat kirmashin, xonadilik, hamma bitoy texnikalarga skidkalar qo'yib berdik. Bu skidkani bizlar sizlarga 10 kun qo'yib beramiz. Bugun misol 4-dekabr bo'ladigan bo'lsa, 14-dekabrgacha skidkamiz amal qiladi. Agar bu maishiy texnikalardan naqd pul qolish shart emas, bir pasport olib kelsangizlar ham 1 yilga, 6 oyga, 3 oyga bizlardan rasurishga variant qilsangizlar ham bo'ladi. Dastavkasi ichida bo'ladi, eldan pul shart emas. Agar eldan pulim yo'q, shu pul to'g'onda olaman deb yuradigan klientlarimiz ham bir pasporti bo'lsa bo'ldi, muammo yo'q, bitirib beraveramiz. Ana endi bu xaridorlarimizga uka kommentariy uchun o'zini fikrlarini yozganlar uchun klientlarimizga bir zo'r skidka, no deydi, bonus qo'yib beramiz. Xudo xolasa hozir podarka qo'yib beramiz. 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'ringa. Ana endi sizlarga hozir maishiy texnika skidka qo'yib berdik. Kirmashin, gaz plita, keyin konditsioner, xonadilik, televizorlarimizga. Endi eng zo'r joyi bizlarda uzoq yaqindan kuzatib o'tiradigan klientlarimizga kommentariyalarni chiroyli o'zini yaxshi niyatlarini yozgan klientlarimiz uchun 1-o'rin, 2-o'ringa, 3-o'ringa sovg'alarni beramiz. Bu kommentariya aniqlashimiz uchun 10 kundan keyin 14-dekabr kuni aniqlaymiz. Qana. Bir dona pilsos, 2-o'ringa, 1-o'ringa bir dona Mikronovga, 3-o'ringa bir dona sok chiqaradonni tekinga qo'shib beramiz. Qaranglar, endi skidkamiz xudo xolasa 10 kun amal etadi. Hamma naftda kutib qolamiz. Yana aytib o'tganimizdek, umuman pul shart emas. Agar
kreditga olaman deb yuradiganlar bo'lsa, bir dona pasport aytsa bo'ldi. 1 yil, 6 oy, 9 oy, 3 oy farqi yo'q, chiqarib beraveramiz. Hamma naifda kutib qolamiz, tanlovda umuman adashmaysizlar.